Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bahor ko'chasida joylashgan 10 sotik bo'lgan xonadonimiz sotiladi. Shuni qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Albatta bu xonadonni xohlagan maqsadda foydalansalaring bo'ladi. Uy bog'cha qilsa bo'ladi, birorta bir trikotaj sex qilmoqchi bo'lgan insonlar olib foydalansa ham bo'ladi. O'zlaringga yashashlik uchun xonadon qilsalaring ham bo'ladi. Albatta bu joyga maktab, bog'cha, misol hattoki Uchko'prik tumani jome masjid ham gideta bir 5 minut yo'l masofada joylashgan. Mana ovozlari kelib turibdi. Azonimizning ovozlari prямо 5 vaqt namozda azonda ovozlari xonadonimizga eshitilib turadi. Kelib ko'zlaring bilan ko'rib, shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Albatta bu joyga kirib kelish yo'llarini ham qisqacha sizlarga video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Shu videoni boshladik, sizlarga qisqachagina obzor qilib beramiz. Qani ketdik. Mana bu Uchko'prik tuman dehqon bozorining arqa darvozasi. Bu arqa darvozadan o'tganimizda mana shundoqqina o'ngga ko'cha bor. Примерно 80 metr o'ngga yuramiz. Tuman dehqon bozorining mana arqa darvozasidan shundoqqina kelganda mana o'ngdagi ko'chada joylashgan, примерно o'ng qo'lda 3-xonadonimiz. Mana bu asosiy yana kirib kelish yo'limiz. Mana kirganimizda o'ng qo'lda joylashgan. Uyga kirganimizda mana bu joyda tayyor uy qurishlik uchun fundamentlar qo'yib qo'yilgan. Mana orqa tarafimizda esa 7 ta yashash xonasi mavjud. Bu joyda 7 ta yashash xonasi bor. Polni pastki qismlari podval ishlab chiqarish uchun albatta qulay joyda joylashgan. Kimga qiziq bo'lsa, kelib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Narx navosi keladigan bo'lsak, 107 ming dollar narx aytishyapti. Albatta kelishiladigan holati bor. Tuman markazida joylashgan bu xonadonimiz. Yana bir bor yuridik manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Bahor ko'chasida joylashgan 10 sotikli xonadonimiz sotiladi. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan ko'p video obzorlar qilib berishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.